Assalamu alaikum hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga münasibətlik mühim vaqealardan məlumat beramiz. Mən Erkin. Yaqında Uyghur diyarının bir qism joylaridagi tarbiyalash markazlari uchun odam tutish haqida vazifa tushirilganligi oshkorlandi. Muxbirimizning ahvol egalishi jarayonida Kunas noyasidagi Uyg'ur oilalarining hammasida degudek bir yoki bir qanchadan kishining tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Bu xildagi ahvol radiomiz bilan mushahid suhbatlashgan Erkinning oilasida yuz bergan. Uning aytishicha, oilasidagi 4 kishiga qamoq jazosi berilgan, 13 kishi tarbiyalashga ilib ketilgan. Faoliyatchilar bu vaqtda to'xtalib, Xitoy hukumatining odam tutishni vazifaga aylantirishi rayonda bu xildagi tutqun qilish harakatlarining texmo kengaydiganligidan bishorat beradi dedi. Yaqında Chechan noyasiga xizmat korpusining boshlig'i bo'lib tushgan Bayonqulin oblastlik suhbat tekshirish idorasining boshlig'i Tursun Baqirning ommaviy yig'inda qizil bayroq oldida qasam berib, ismini Xitoycha Baxongvey deb o'zgartganligi haqida uchur tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, Tursun Baqir o'tir maktabdagi vaqtlaridan tortibla o'zining Kompartiyaga sodiqligi sababli Qizil Pochoq degan laqamga erishgan Uyg'ur kadr ekan. Kuzatuvchilar bu vaqt fikr bayon qilib, bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarni o'z milliy kimligidan tandirish ham o'zlarini "Men Xitoy" deb jakarlashga majburlash urinishining bir ifodasi deb ko'rsatmoqda. O'tgan hafta Avstraliyaning Melbourne shahrida o'tkazilgan 2018 yillik gimnastika dunyo lo'nqi musobaqasida Qozog'istondan kelgan Uyg'ur tanarkatchi Nariman Qurbanov erlarning yog'och ot turi bo'yicha oltin medalga erishdi. Ma'lum bo'lishicha, Nariman Qurbanov buningdan ilgari bir qancha qitimli xalqaro musobaqalarda yaxshi natijaga erishgan ekan, hamda ko'plagan axborot vositalarida xabar qilingan ekan. Nariman Qurbanovning bu qadimgi dunyoviy musobaqada Yaponiya, Xitoy, Avstraliya qatorliq joylardan kelgan shuncha dongli moyirlar ichidan tanlanib, oltin medalga erishganligidan muhojiratga Uyg'urlar cheksiz iftixorlik his qilmoqda. Oshkora so'rovlarda Uyg'urlarning haq-huquqlarini talab qilganligi uchun Xitoy hukumati tomonidan umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti yaqinda yana xalqaro 2 cho'ng mukofotga nomzodlik ko'rsatildi. Ilhom To'xti guruhining tashabbusi bilan Ilhom To'xti Amerikadagi Robert Kennedy kishilik huquq mukofoti hamda Joseph va Toby Hitler mukofotiga nomzodlik ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu ikki mukofot xalqarodagi kishilik huquq da'vosi sohasida mashhur mukofotlardan hisoblangan. Aloqador zotlar bu vaqt fikr bayon qilib, Ilhom To'xtining davomli xalqaro mukofotlarga nomzodlik ko'rsatilishi amaliyotda Uyg'ur da'vosining texmi yaxshi bilinishi va qo'llashga erishishiga yo'l ochadi dedi. 26 fevral günü Amerika Davlat Meclisi'de Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligi va madaniyat sohasi duch kelayotgan turli masalalarga qarab chiqish maqsadida maxsus yig'in ochildi. Yig'inga taklif qilingan mutaxassislar va olimlar navbatda Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi ijro qilayotgan milliy va diniy siyosatlarining Uyg'urlarni halokat girdobiga ishtirayotganligini, shuning uchun Amerika Davlat Meclisi va hukumatining tegishli tadbir olishini lozimligini ta'kidladi. Faoliyatchilar bu vaqtda to'xtalib, Xitoy hukumati butkul Uyg'ur millatini dushman deb hisoblayotgan bunday bir mezgilda yig'inning ochilishi Uyg'ur masalasining texmo atrofli bilinishi uchun zo'r ahamiyatga ega deb qaramoqda. 20 fevral kuni Interpol, ya'ni xalqaro soqchi tashkiloti 1997 yildan buyon dunyo miqyosida kuchga ega bo'layotgan Dolqin Ayso haqidagi qizil ranglik tutish buyrug'ining amaldan qolganligini jakoladi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysoni terrorchi deb da'vo qilganlikdan xalqaro soqchi tashkiloti Dolqin Ayso haqida tutish buyrug'i chiqargan. Buning bilan bu uning xalqaro faoliyatlariga og'ir avorchiliklarni tug'dirgan edi. Muhojiratga Uyg'ur faoliyatchilar bu vaqt fikr bayon qilib, bu Uyg'ur da'vosining xalqarodagi bir cho'ng g'alabasi, shuningdek Xitoy hukumatining xalqaro diplomatiya sohasidagi bir mag'lubiyati dedi. Hörmətli televizor köygüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkiçə aman bolunlar, xeyir xoş.